Mana shu yerda ko'rib turgan barcha turdagi motobloklarimiz 9, 13, 15, 17 ot kuchli va 20 ot kuchli motobloklarimiz ichida eng zo'r va eng baquvvatini olaman deb so'ragan akalarimiz uchun yangi partiyada Belarus motobloklarimizni 15 ot kuchli variantlarini olib kelib qo'ydik. Endilikda bizning do'konlarimizdan kelib bu motobloklarda komplekt holatda universalni chizillari bilan 60, 70, 90 razmerlarga o'zgaradigan universalni chizillari bilan komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Bu videoni oxirigacha kuzatib borsangiz, mana shu chizilimizni va motoblogimizni ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Hoziroq mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga bitta like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun atrofda mana shunday qimmatbaho e'tibor berishlaringiz mumkin. Temir korpusli, temir zavodnoyli va original bo'lgan e'tibor berishlaringiz mumkin. Portion kosalari ham 58 eng katta gilza portionlar bilan jihozlangan benzapilamizni atrofda 1 million so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha sotiladigan benzapilani mutlaqo tekinga sizga berib olamiz. Faqatgina videoga hozir bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Va bu videomizni oxirigacha kuzatib boring. Mana shu benzapilani sizga tekinga berib yuborishimizni to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz. Bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Xo'p, hozirgi paytda ko'pchilik obunachilarimiz motobloklarning ichida eng baquvvat hisoblangan reduktorlari tomonlama usulinli qilib ishlangan Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimizni original variantdan so'ragan obunachilarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Narx tomonlama ham, sifat tomonlama ham juda ham hamyonbop va original bo'lgan motoblok. Bu motoblogimiz yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. E'tibor beringlar, motorlari benzin motorli bo'ladi, 15 ot kuchli. 190 motorlar bilan jihozlangan, yoqilib o'tirib benzinli model soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Toza benzinlarni qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Benzin tanlamaydi. Bo'g'izliqni filtrlari naslinni qilib ishlangan, karburatorlari yaponskiy karburatorlardan qo'yilgan va bu motoblogimizda reduktori tomonlama ham usulinni eng katta 550 talik korobkadan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motobloklarni hozirgi paytda sifatini tanlashda asosiy korobka qismini usulinligiga qarab 450, 350, 550 talik har xil turdagi motobloklarda korobkasi bor va bu korobkalarning ichida eng kattasi 550 talik katta korobka hisoblanadi. Buni katta korobka deyishimizdan sabab ichki tomon shesterni o'qlari, mana shunday bloklari va orqasida vomlari ham eng sifatli original zapchastlardan qo'yilgan va shuning uchun bu motoblogimizga 1 yildan 2 yilgacha garantiyalarni qilib beramiz. Bu motoblogimizda oldiga 1 va 2 skorstlari bor, orqaga bitta zadniy xotlari bor va bu motoblogimizni rollarni bemalol o'zingizga moslab ko'tarib tushirib ishlatishingiz bo'ladi. Bu motoblogimizda 60-70 razmerlarga o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin. Mos qismlariga ham ahamiyat beradigan bo'lsalaringiz, mos qismlari ham katta moslardan qo'yilgan va bu motoblogimizga orqa tomon vomlari uchun mana shunday o'tiradigan kasilkalar, suv nasos, dori apparatlarini ham qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bu motoblogimizda qo'shimcha sifatida mana shunday universalni chizillardan ham qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Bu chizillarimiz ham universal hisoblanadi. Razmerga o'zgartirib, xohlagan razmeringizga qo'yib ishlatishingiz mumkin. 50, 60, 70, 90 agentlargacha universalni hisoblanadi va bu motoblogimizga ulangan agregatimizda orqasiga chizilini olib tashlab, agat oladigan qo'yilgan foydalanishlaringiz mumkin. Bunaqa agregatlarimiz ham o'zimizning do'konimizda sotuvda bor va bu motoblogimizni hozirgi paytda o'zining komplektlariga frezalari, dokumentda kulishlari va mana shunday 550 talik korobkali variantlariga 2 yildan garantiyalari bilan qilib beryapmiz. Bu motobloglarimizni hozirgi paytda aytib o'tganimdek 350, 450 va undan tashqari 550 talik har xil korobkali varianti bor. Motobloglarimizni eng arzon variantini atiga 6 million so'mdan boshlab
Mana shu turdagi original variantlarini narxi 7 million 700, 8 million so'mgacha chiqadi. Bularda narxi o'zgarishidan sabab xohlasangiz mana shunday shirokiy balonli, xohlasangiz узкий balonli va shunga qarab, zapchastlariga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Eng original bo'lgan 550 talik katta korobkaligini eng zo'rini olaman deganlar uchun narxlarini 7 million 700 ming so'mdan qilib beramiz va komplektga frezalarni qo'shib beramiz. Bundan tashqari orqasida chizilimizni narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi paytda bu chizillarimizni 700 ming so'mdan boshlab 1 million 500 ming so'mgacha bu turdagi universalni chizillarimiz sotuvda bor. Bu Belarus motobloklarimizni xohlaganlar uchun rollari gidravlikali variantlar bilan olib kelib qo'yganmiz. Rollari bemalol buriladigan. Bunaqa buriladigan variantlari narxi 8,5 million so'mgacha chiqadi. Bemalol kelib bizning do'konlarimizda tanlab olishlaringiz mumkin. Bundan tashqari aytib o'tganimda plyusga yarasha 6 million, 7,5 million, 6,5 million, undan tashqari 8,5 milliongacha har xil assortimenti bor. Kelib o'zingizga yoqqan tanlang narxidan kelishtirib beraman. Undan tashqari videolarimizga like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun videoni boshida aytib o'tganimdek, mana shunday instrumentlardan birini ham sizga tekinga berib yuboraman. Faqatgina kelib xohlagan turdagi motoblokdan birini sotib olganingizdan keyin bizning do'konimizda hozirgi paytda juda ham katta aksiya ketmoqda. Bu aksiyada kelib xohlasangiz 7, xohlasangiz 9, xohlasangiz 13, 15, 17 6 tushli motoblokdan qaysi birini sotib olishingizdan qat'iy nazar bizning do'konimiz ichida mana shunday omadli baraban joylashtirilgan. Kelib bu omadli barabanimizni aylantirasiz va bu joyda nimaiki sovg'a tushishidan qat'iy nazar tashqaridagi ko'rsatib o'tgan benzopilalarimni, bolgarkalar, shurpayor, dire, shunga o'xshagan 100 xil noshik sovg'alardan qaysi biri tushishidan qat'iy nazar siz uchun mutlaqo tekinga berib yuboraman. Kelsangiz motoblok narxidan tushib beraman va bu joydagi sovg'alardan birini ham mutlaqo tekinga qo'shib beraman. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Ana shu turdagi instrumentlar va motobloklarda eng arzon narxlarda va optim bazasi hisoblanadi. Bemalol aloqaga chiqinglar akalar. Ekranga nomer qoldirganmiz. Kelishilgan holatda dastlabki xizmatlarimiz ham bor akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarni o'tishga olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar.